Assalamu alaykum. Xitoy qilaydigan Asqal nomli programmamning aziz ishtirokchilari. Men Gulshan Abduqodir Sahar, Kanadaning Toronto shahrida yashayman. Xitoy qilaydigan Asqal nomli programmamning 23-qismi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intan xursandman. Xitoy qilaydigan Asqal nomli programma Xitoy qilaydigan Asqal temasi ostida Uyg'urlarning masalaları, Xitoyning qulaydiganligining bishoratlari, dunyo vaziyati, dunyo tamponligining buzilayotganligi, dunyoning Xitoyga tutayotgan pozitsiyasi, dunyoning Xitoyning yumshoq singib kirish, qancha uzun yillardan buyon Xitoyning dunyoga nisbatan ip berayotgan aldamchilik siyosatlarining birisi bo'lgan yumshoq singib kirish, darajadan tashqari mablag' sevayotgan yumshoq singib kirishning mohiyati, Xitoyning hilmikarlari, Xitoyning Uyg'urlarga qaratayotgan bostirish siyosatlari, qirg'inchilik siyosatlari, vatanning ichidagi jazo lagerlarini etish orqali bostirish siyosatlari, chet ellarda Shanxay bash hamkorlik tashkilotiga to'xtamay a'zo qabul qilish orqali ilib berayotgan bostirishlari, chet el matbuotlarida Xitoyga doir bo'layotgan har xil muloyizalar, Uyg'urlarga oid bo'layotgan muloyizalar, asosan Xitoyni shu fokus qilgan holda, Xitoyga markazlashgan holda keng ko'lamli holda muloyiza ilib berilgan bir universal programma. Shuning uchun buningda bu kunlik ostida temalarim har xil, har yangi bo'ldi, muloyizalarim ham har xil, har yangi bo'ldi. Bugun men sizlarga Xitoy qilaydigan oz qolganligi haqida yana muloyizalarni ilib berish bilan oldi bilan o'tganki programmamda shu Xitoyninki vatanga Uyg'urlarni kelishimlik jalb qilayotganligi, kelishimlik vatanga kelishni yo'llarini etish orqali jalb qilayotganligi haqida to'xtalgandim. Uningda George Orwellninki 1984 nomli kitobidan ariyalar ilish orqali muloyiza ilib borgandim. Ham shuningdek Uyg'urlik qatorliq masalalar haqida qisqa to'xtalib o'tgandim. Bugun shu programmamningki davom sifatida ba'zi o'ylanishlarimni o'tirib qo'yib o'taman. Uningdan keyin men sizlarga shu bir millatning qanday kuchlanishi, qanday ro'naq tepishi, dunyoda mavjud bo'lib turishi va boshqa millatlar qatorida o'rin ola olishi uchun o'rnak bo'lgan darslarning birisi bo'lgan Bambukningki tarjima holini so'zlab beraman yoki hikoyasini so'zlab beraman. Bambukning tarjimali Uyg'urlarni va o'rganishga tegishli nihoyatda muhim tarjima hollarning biri deb qarayman. Programmamni bugun men shunday o'rinlashtirdim. O'tganda men programmamni davomlashtirib, o'tgangi programmamda maxsus holda shu Xitoyninki Uyg'urlarni maxsus kelishim nomli vatanga jalb qilayotganligi haqida to'xtalgandim. Bu bir reallik. Bu albatta har bir insonning, har bir dunyodagi har bir insonning, shuningdek Uyg'urlarning va mening, sizning va uning hammamizning vatanga bag'imiz bor. Lekin bu normal bir ish emas. Buni e'tirof qilishimiz kerak. Oldi bilan buni e'tirof qilishimiz kerak Uyg'urlar. Bu qanday bir berib kelish? Bu normal insonlik nuqtasini aytganda normal holdagi urug'-tuqqanni ko'rish, ota-onasini ko'rishmi yoki bu to'xtamliq kelishim nomli bir berib kelishmi? Bu masalani hal qilishimiz kerak. Bu albatta kelishim nomli Uyg'urlarni chaqirish Xitoyninki. Buningdagi asosiy maqsad 2016 yildan buyon ilib berilgan dunyo tarixidagi shu Uyg'urlar ustidan ilib berilgan Uyg'ur tarixidagi eng dahshatli bir qirg'inchilikni vujudga chiqardi Xitoy. Albatta 1949 yil Xitoy vatanimizni besib olgandan buyon Uyg'urlarga qarata izchil qirg'inchiliklarni ilib beryotdi. Ammo 2016 yildagi qirg'inchilik jazo lagerlarini ichish, jazo lagerlariga tashlash, Uyg'urlarning eng ilg'or ziyolilarini, ilm ahlilarini turmalarga tashlash neydi ciddi holatda ilib borgan. Shu 8 yil bu hisoblanadi.
Endi bu yerda men o'tgan programmamdan chalqagan Uyg'urlar vatanga berish masalasida bo'layotgan munozaralar haqida to'xtalgan vaqtimda yuqoridim deb o'tib ketganimdek George Orwellning 1984 nomli kitobidagi nihoyat ilg'or bir Winston Smith ismli bir personajning sevgi ministrligi tarafidan qo'lga ilinib tan jazosiga uchraganligi, qo'rqitilganligi yoki ma'lum kelishimlarga qo'l qo'yishga majburlanganligi, yuzini o'sha chashqonga tatiltish qatorliq usullarni qo'llangandan keyin uning vujudidagi aql, farosat, vijdon deganlarning chiqarib etilganligi, shuning bilan uningki yo'lda uchrab qolgan o'ziningki suygan qizi, suygini Julia bilan uchrashib qolganda bir xil Julia qarashdimi qo'rqib o'tib ketganligi, Julianing Winston Smith qarashga bitmaganligidek shunday bir ahvolni sizlarga so'zlab bergandim. Hozir Uyg'urlar chet ellarda mana Xitoy shunday qo'rqitish xarakteridagi kelishimlarga Uyg'urlarni majburlayotganligi uchun chet ellarda robotlashgan Winston Smithlar intayin ko'payib ketyapti. Uyg'urlar hozir jihlari qo'rqib, bir-birlaridan qo'rqib bir yerlarga kelmaydi. Nurg'un Uyg'ur o'quvchilar, chet ellarga chiqqan Uyg'ur o'quvchilar qo'rqib bir yerlarga Uyg'urlardan qochadi. Endi inson degan nima? Inson degan nima? Insonlikchi. İnsan aql bilan vijdonning birlashmasi. İnsan aql bilan vijdonning birlashmasi bo'lib, aqlli bo'lib vijdon bo'lmaganda u inson bo'lmaydi. Endi faqat aqlli bizni aqlli qilgan bo'lgan vaqtimizda u bizni robotga aylantirib qo'ydi. Hozir Uyg'urlar asosan robotlashishning qadamlarini asosan baseball deb qarasak bo'ldi. Intayin ko'ngil bu kishining ko'nglini aytimi bearam qildigan bir ish, ammo realligimiz shunday. Xitoy bizni shu aqlli bor inson aql bilan vijdonning birlashmasi bo'lib, aqlli bor bo'lgan vaqtida insonlar robotlashib qoldi. Xitoy mishda robotlarga ehtiyojli bo'lganligi uchun Uyg'ur robotlarni ko'plab ko'paytiryapti. Bu robotlar qanday bo'ldi? Nurg'un oliy maktablar, dunyoning hamma yerga dangliq oliy maktablarda diplomlarni olgan nəhayət aqlli insonlar. Ammo ular da haqni haq masalasida cho'qan soldigan ruh yo'q, robotlashib qolgan insonlar. Endi faqat vijdonli bo'lib, aql bo'lmaganda insonlar sodda bo'lib qoldi. Sodda holatda bo'lib, vijdon to'xtamay bularni qo'zg'atib turdi, lekin aql bo'lmaganligi uchun odatdagi ishlarni qila oladigan, cho'ng tafakkur qila olmaydigan bo'lib qoldi. Shunga Xitoy navbatda mana shu ikkidan ayrilgan, robotlashgan Uyg'urlarni yasab chiqib bo'ldi. Winston Smith 1984 romandagi men o'tgandek programmam ta'kidlab o'tgan Winston Smithlarni yasab chiqib bo'ldi. Endi nima uchun bunday deysiz desanglar, buning misoli shu Uyg'ur jamiyatida hozir qaysi ijtimoiy taratqularda ilgari surilayotgan Uyg'urlar vatanga borsa nima bo'pti savoli. Siyosiga aralashmagan Uyg'urlar hech qanday bir siyosiy nimaga aralashmagandan keyin vatanga borsa nima bo'pti, bayroq ko'tarmagandan keyin, tashkilotlarga kirmagandan keyin degan savolning o'tirib chiqishining o'zi Uyg'urlarning asosan robotlashishga qarab manganligining bishorat bo'lib hisoblanadi. Uyg'urlarning bu ikki narsadan ayrilib qolishi, bu savollarning o'tirib tashlanishi Uyg'urlarning shu aql va vijdondan iborat insonni barpo qiladigan ama shu ikki narsadan asta-asta ayrilib qolayotganligining bishorati bo'ldi.
bu birinchidan bu qanday ifodalandi deganda birinchidan Xitoy irqiy qirg'inchiligining Uyg'urlarga qaratilayotganligini bilmaslik yoki bilgan bo'lsa-mi bilmasga sevilish. Bu yerda shuni ta'kidlab o'tishga to'g'ri keldiki, Uyg'urlarning Xitoyninki Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligi qandaqdir ma'lum Uyg'urlarga qaratilgan emas. Ma'lum siyosiy Xitoy qarshi siyosiy faoliyatlarni ipagan, namoyishlar chiqqan, bayroq ko'targan, Xitoy qarshi aktiv faoliyat berayotgan kishilar qaratilgan emas. Bu umumyuzlik butun Uyg'ur xalqiga qaratilayotgan bir qirg'inchilik bo'lib, vatanning ichidagi 3 milliondan 6 milliongacha bo'lgan jazo lagerlari, turmalarda yetayotgan, yotgandan keyin qo'yib berilgan, o'lib ketgan mush kishilarning hammasi hech bir qachon Xitoy qarshi siyosiy faoliyatlarni ipamagan kishilardir. Shuning uchun Uyg'ur jamiyatida voy ne bo'pti, vatanga bas ne bo'pti, siyosiy qatnashmaganlar, tashkilotlar qatnashmaganlar, bayroq ko'tarmaganlar, vatanga bas nima bo'ldi degan mushundaq gap so'zlarning bo'lishi kishini bak afsuslantirdi. Balki bularninki birsi shuqurqidek bilmaslikdan, aqldan yoki vijdondan ma'lum darajada ayrilishning sababidan bo'lsa kerak. Yana uning sabablari bakmi nurg'un bo'lsa kerak. Men buni bu yerda tafsiliy tahlil qilib o'tmayman. Chunki bu ishlarga mening bakcha kiribmi, ketkim yo'q. Chunki bu bundaq narsalarni tushuntirish asli men ziyoli davatgan, men Uyg'ur davatgan, men o'zini Uyg'urlik sifati bilan o'tirib chiqayotgan kishilarga nisbatan bir xil men o'zimni bir oddiy bir narsani tushuntirayotgandek his qilib qolganman. Bularni pek bunchalik darajada tushuntirib ketishni hojati yo'q. Chet ellarda Uyg'urlar vatandagi Uyg'urlarning eng ilg'or ziyolilari hisoblanadi. Buni tushunish kerak albatta Uyg'urlar. Ikkinchidan qirg'inchilikni bilmasga sevilish, bu bo'lganligini bilib tursin bilmasga sevilish nimaga boshlab opirdi deganda jinoyatga boshlab opirdi. Bu haq masalasida sukut qilish bir jinoyat hisoblanadi. Normalda inson uchun yoki insonlik uchun. Endi uyimizning yenda tam qo'shnimizning uyida birsi bir qirg'inchilik olib berayotgan bo'lsa yoki bir bosqinchilik olib berayotgan bo'lsa, siz shuni bilib turib, agar buni bilmasga solsangiz yoki buni saqchiga ma'lum qilmasangiz yoki mushta ish bo'lyotdi deb vaqirmasangiz yoki qandaqdir siz bir harakat qilsangiz, siz bu yerda ikkinchi darajalik bir jinoyatchi bo'lib hisoblanasiz. Ham shunaqla siz yani inson yeniga bir savolni qo'yib qo'yishga to'g'ri keldi. Endi Uyg'ur jamiyatida nisbatan Uyg'urlar aql yo'lda ilgarilab ketdi hozir. Aqlli Uyg'urlar jiq bir-birlariga aql yetadigan, shundoq jiq diplomlarni olgan, jiq oliy maktablarni o'qigan. Lekin inson hayotining qiymati olgan diplomlar bilan emas, balki to'lagan badallar bilan, balki haq masalasida qanchalik sukut qilganligi va cho'qqan sog'ligi bilan o'lchindi. Masalan, vatanda nurg'un bolalar o'qishga chiqyotdi. Nurg'un Uyg'ur o'quvchilar chiqyotdi. Ularning hammasi shu kelishimlik chiqqanligi uchun hozir Uyg'ur jamiyatida bir to'saq tom paydo bo'lib qoldi. Bir-birlariga yaqin kelolmaydigan. Bu ana yuqoridagi mushu Xitoyninki umuman Uyg'urlardan insonlikda bor bo'lishga tegishli aql bilan vijdon ikki narsaning birlashmasi va Uyg'urlarning emas birsini tatib chiqarib etish yoki ikkilisini chiqarib etish, robotlarga aylantirib qo'yish, buni qo'qish orqali, kelishimnoma orqali George Orwellning 1984 kitobidagi shu Winston Smithning peshiga kelgan fojialar orqali hozirmi shu fojialarni yo'l qo'yish orqali amalga oshirmoqchi bo'ladi.
Shuning uchun Uyg'urlar nihoyatda aqlli bo'lishimiz kerak. Vatanga albatta vatan bizningki, ana tuproqimiz. Ba'zi Uyg'ur qarindoshlarimiz shunday deyotdi. Ota-onamni ko'rish mening haqqim degan gaplar bo'lyotdi. Ota-onamni ko'rish mening haqqim. Albatta, ota-onangizni ko'rish haqqingiz. Sizning haqqingiz mening haqqim. Yana birisining haqqi, hammamizning haqqi. Ammo xalqimizning qirg'inchilikqa uchrayotganligini bilish va so'zlashmi sizning mening va uning barliq o'z Uyg'ur deydigan, men Sharq Turkistonlik Uyg'ur deydigan kishilarningmi haqqi va huquqi. Shuning uchun Xitoyninki vatanga berish tuzoqlarga aldirab tushib ketmasligimiz kerak. Azroq bir sabr qilib ümid bilan kutib turaylik. Xitoy bo'laydiganqa pek oz vaqtlar qoldi. Chunki Xitoyning dunyoninki shu tamponligida nurg'un o'zgarishlar bo'lyapti. Xitoyning razil moyitini burun Uyg'urlar tonib yetgansa, hozir Amerika hukumati va Amerika boshliq nurg'un davlatlar tonib yetdi. Shuning uchun Uyg'urlar shu yuqoridagi masalalarda, munozirlarda, bu vatanga berib kelish masalalaridagi munozirlarda aql bilan va vijdon bilan, aql vijdonning birlashmasidan tashkil topgan bir insoniy nuqtadan mulohaza qilsa bek yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Endi yana bir o'tirib qo'ydigan masalalarimning birisi yaqinda Amerika Xitoy hokimiyatining o'rilishiga jiddiy tayyorliklarni qilayotganligi oshkorlanyapti. Amerika hukumatining o'tganda men sizlarga programmamda ta'kidlab o'tib ketgan shu Aqsaroyninki Xitoy Kommunist partiyasi bilan Xitoy xalqini ayirib muomala qilish va matbuotlarda bu haqda qanday kalimalarni ishlatish haqida izlanayotganligi va yo'l qo'yayotganligi, Xitoy ag'dirilgandan keyin va Xitoyni ag'dirish jarayonida ishlatilgan kalimalarga, iboralarga tayyorlik qilayotganligi haqida to'xtalgandim. Undan keyin Tayvan Aqsaroyning to'r betidagi Tayvanga nisbatan qartilgan ikki jumladagi Amerika bir Xitoy prinsipini qo'llaydi, Tayvanning mustaqil bo'lishini xohlamaydi degan ikki kalimadagi ostidagi ikkinchi kalimani ib tashlayotganligi, ya'ni Amerika Xitoyning bir jungo siyosatini qo'llaydi degan bir kalimani qoldirib qo'yganligi haqida to'xtalgandim. Yaqinda shu Amerikaning Xitoy hokimiyatining o'rilishiga tayyorlik qilayotganligiga pakt sifatida Hudson universitetida 2025 yil 16 iyun kuni kommunizmdan keyingi Xitoy kompartiyasidan keyingi Xitoy uchun tayyorlik qilish nomli bir cho'ng hajmli bir doklad e'lon qilindi. Bu dokladda asosligi shu Xitoyning g'o'lishiga azqalligiga oid muloyizalar, taklif va ko'z qarashlar. Bu doklad shu Xitoyningki g'o'lishiga azqalligiga oid muloyiza, taklif va ko'z qarashlarni o'z ichiga olgan. Bu hozir Xitoy kompartiyasi duch kelayotgan ichki va tashqi vaziyat, Xitoy duch kelgan qiyin o'tganlar, Xitoy iqtisodining chekinishi qatorliq nurg'unlagan masalalar tahlil qilingan bu dokladda shu Uyg'ur Project Fondi tarafidan chiqarilayotgan Uyg'ur axborot markazininki televiziya xabarlarida bu doklad haqida tafsiliy shu dokladni tarjima qilgan asosda dokladning mazmuni haqida tafsiliy bir programma ishlandi. Yaxshi ishlanibdi programma. Bu programmani ishlayotgan qarindoshlarimizni Alloh rozi bo'lsin. Uyg'ur axborot markazi televiziyasida
Muşu programmani bir ko'rib baqsanglar bo'ldi. Men programmam tugagandan keyin YouTube kanalimning ostiga shu Uyg'ur axborot markazininki ulanishini sizlarga yo'llab qo'yman. Endi programmamning tuvandagi qismlarida men sizlarga shu bambukning tarjimalini, bambukning hikoyasini so'zlab beraman. Bambuk dunyodagi eng kuchli bir daraxt bo'lib, uningdan ishlangan kiyim-kechak mahsulotlarimiz intayin dangliq va bek puxta, bek sifatlik yog'ochdan, bambuk yog'ochidan ishlangan uy jihozlari, har xil kompyuter ustallari va boshqa uy narsalarmi intayin har qanday narsadan nihoyat kuchli. Uningdan boshqa bambuk nihoyat egiz o'sadigan bir daraxt bo'lib, uningki bo'ron chopqinlarga bardoshlik berishimi nihoyat kuchli. Bambukni nimishki bu yerda bambukning tarjimalini so'zlab bersa degan vaqtlarda bir millatninki qanday takomillashishi, dunyoda qanday kuchli bir millatga aylanishida Alloh bizga bambuk orqali bishorat bergan deb qarayman. Alloh Ankabut surasi 20-oyatda shunday deydi: Kaz dolash dunyoni, kaz dolash dunyoning qanday yaratilganligini va buni uningdan keyin oxiratda bo'lib oxirlashgandan keyin yana qanday dunyoning ostiga keltirilganligini axloqni ishlat deydi. Oyat demak bishorat demakdir. Bu tabiat oyati deb qarayman. Allohning bizga bergan bambuk orqali bergan bir tabiat oyati. Shuning uchun axloqni ishlat deydi. Bambukninki tarjimalini, bambukninki kuchli bo'lish hikoyasini Uyg'urlar o'ziga birlashtirgan vaqtida Xitoyninki shu navbatda bizga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatidan qutulib, o'zaro birlashib va ittifoqlashib kuchli bir Uyg'ur millatini İpek yo'lining chaqnagan İpek yo'lining yana bir hozirgi davrdagi haqliq egisi bo'lish yo'lida bir dars bo'ldi deb qarayman. Bambuk ruhi Uyg'urlar o'rganishga tegishli muhim ruhlarning biri. Bu bambuk orqali Alloh bizga yuqoridan deb o'tib ketganimdek bir narsalardan bishorat bergan tabiatning bir oyati bumi deb qarayman. Bambuk urug'ini siz yerga teggandan keyin 5 yilgacha yer yuziga unib chiqmaydi. Bambuk notasiga erishmoqchi bo'lgan kishi yer ustida turib intayin yuqori chidam, g'ayrat va jasorat bilan bambuk notasining yer yuziga qarab bostirishini 5 yil kutishi, 5 yil uzildirmay suqib turishi lozim. Agar siz bu 5 yil izchillikni, bu chidamchanlikni, bu sabr toqatni, bu umidni yo'qotib qo'ygan vaqtingizda siz kuchli bo'lgan bambuk yog'ochiga erishamaysiz. Bu yerda Alloh bizga yana chidam g'ayratni, sabr toqatni o'rgatyapti. Undaqda bambuk bu 5 yil jarayonda nima ish qiladi? Yer ustidagi suv quyish, o'g'itlash emgaklari undaqda bekor ketyotamdi? Undaq emas. Bambuk bu 5 yil jarayonida o'zining ichki qatlamlarini, ichki mexanizmini, ho'lini, fundamentini mustahkamlab, yer qatlamlarining kenglik va cho'nqurlik doirasi ichida yer markaziga qadar uzrashdan iborat uzun yer osti tashkilotlik rolini mukammallashtirdi. Bambuk bu 5 yil jarayonidagi intayin mukammal ishki takomillashishni tugatgandan keyin andin yer yuziga chiqadi. Yer yuziga chiqib, old tapti ichida 27 metr uzunlikda tüp-tüz, tik, hech qanday yantoqlar bo'lmagan holatda mag'rur ko'klarga taqishib turdi.
Undaqda bambuk bu 27 metr egizlikka yer yuziga chiqqandan keyingi 6 hafta ichida erishdimi yoki yer ostida yıldızlarını cho'nqurlashtirish jarayonidagi 5 yilda erishdimi? Albatta 5 yillik ishki tayyorlikdan keyin erishdi albatta. Bambuk betondan, hatta po'latdan nechasi kuchlik. Bambukdan ishlangan sharpalar, bambuk kiyim-kechaklar qatorliq 1000 xildan ortiq bambuk mahsulotlari dunyoninki e'tiborli ko'z qarchig'i bo'lib turmoqda. Hayat mamati intayin xatarlik holat turayotgan Uyg'urlarda ana shu bambukdek ishki qurilmasini kuchlantiradigan ruh bo'lgan bo'lsa, bek yaxshi bo'ladi. Quruq munozir qilish o'rniga qanday qilganda bambukdek kuchli bo'g'il bo'ldi deganni o'ylashgan bo'ladi. Bambuk bizga elastiklik va moslashchanlikdan, chidamchanlikdan, uyushish qobiliyatini yetildirishdan bizga dars berdi. Elastikligi intayin kuchli. Bambukning moslashchanligi, chidamchanligi, uyushish qobiliyati deganlarning hammasini bizga dars berdi. Qiyinchiliklarni yengish kuchi va hargiz voz kechmaslikni o'rgatadi. Hargiz voz kechmaslikni o'rgatadi. Bambukning kishini to'liq hayron qoldirdigani shuki, 6 hafta ichida 27 metr o'sganligini hech kim ko'rsatmaydi. Bambuk 6 haftada 27 metr o'sganligini hech kim ko'rsatmaydi. Demakki bambuk Uyg'urlarga kamtarlikni o'rgatadi. Endi bu yerda bambukning yildizi yer qatlamlarida 90 metrdan cho'nqur doirani qoplagan bo'lib, bu bir futbol maydonidan cho'ng. Kimning yildizi cho'nqur bo'lsa, shuning qimmati yuksak bo'ladi. Dunyo bilan cho'nqur va mustahkam bog'liq qura oladi. Biz o'zimiz bilan, atrofimiz bilan, hatto dunyo bilan qanchalik bog' qura oldik Uyg'urlar. Uyg'urlar bir millat sifatida qanchalik bog' qura oldi, o'zining yildizini qanchalik mukammallashtirib oldi. Bir yildiz bo'lib futbol maydonichilik yildizlar, bambuk o'xshash yildizlarni qura oldikmi? Qura olaymizmi? Yoki qura olmay yo'q bo'lib ketamizmi? Bu Uyg'urlarning oldidagi hozirgi navbatdagi jiddiy savol. Aldı bilan Uyg'urlar Sharqiy Turkistonni bir bambuk ko'chdi deb faraz qilaylik. Ondan biz o'zimizni bir bambukchi, o'zimizmi bir bambukchi bo'laylik. Ondan go'zal arzu-armonlarimiz bilan yo'g'rilgan bu bambukqa sabr taqat bilan 5 yil so'qiyaylik. Bir millatninki qimmati uning nimaga odatlanganligi bilan o'lchindi. Ya'ni u quruq gap munozirasi yoki gapsiz urush qilishga odatlanganlarmi yoki bambukdek o'zining ishki bilim qurilmasiga mablag' selishga odatlanganligimi? Ishki bilim qurilmasiga va vijdoniga mablag' selishga odatlanganligimi? Shuning uchun bambuk navbatda kuchlikligi bilan 21-asrdagi yangi po'lat deb ta'riflanyapti. Ondaqda bu yangi po'lat qandaq tavlandi? Bambuk Uyg'urlarga yana kuchli bo'lish uchun yo'g'on bo'lishning hojati yo'qligini, kuchli bo'lish uchun yo'g'on bo'lishning hojati yo'qligidan iborat bir saboq berdi. Bambuk naydi bek yo'g'on emas, kichik, lekin intayin kuchli. Cho'ng bo'lish, yo'g'on bo'lish, sonning ko'p bo'lish muhim emas. Belki kuchli bo'lish intayin muhim. Uyg'urlar navbatda o'z beshiga kelgan krizisdan qutulish uchun, shu qirg'inchiliklardan qutulish uchun chet ellardagi Uyg'urlar bir bambuk bo'lish kerak. Texmi aniq qilib aytganda Uyg'urlikning asosiy fundamentini xuddi bambukning fundamentidek mustahkam qurib chiqish kerak. Buni Uyg'urlar qila olamdi? Bu bir savol.
Agar o'z-o'ziga asos selish ishi tamomlanmagan ahvolda Uyg'urlarga mustaqillik uchun fursat kelgan ahvoldami, bu fursatdan foydalanolmay qolishimiz mumkinmi? Hörmətli görünmənlər, mən bugünkü proqramımның Xitay qılaydıqanqa az qaldı namlıq proqramımның 23-cü qisminin axırqı quyruq qisımlarına kelib qaldım. Bambukның hikayəsini və Bambukның tərcüm halını sözləb bədim sizlərə. Bu mən əslində bu maqalını Don Kixot və Sancho Panza Uyğurlar namlıq maqalla toplumumga kirgizgan bu maqalamni 2019 yili yozgan. Bambuk bilan Rohi bilan Uyg'urlarni birlashtirib, shu Don Kixot va Sancho Panza Uyg'urlar nomli maqalla toplumimdan sizlar tepib o'qib baqsanglar bo'ldi. Buni ham Parizat G'ayrat xonim, Avstraliyadagi Parizat G'ayrat xonim o'zininki nihoyatda go'zal chiroyli ovozi bilan o'qib, o'zining YouTube kanalida ovozli asar qilib qo'ygan, shu yerda anglab baqsanglar bo'ldi. Andan keyin Uyg'ur Project fondininki İstanbul 20 liksiya faoliyati jarayonida 2024-yil 100 tal nashr qilinib, shu yig'in qatnashuvchilarga taqdirlangan bu to'plam balkim Taklimakan Uyg'ur nashriyati bo'lishi mumkin. Onundan başqa Uyghur Project fondining to'g'ri betidimi PDF nusxasini ko'ra olasizlar. Onundan başqa YouTube'dan yana hayron qolarliq insonning aqlini lol qilgan Bambukning yetishib chiqish hikoyasini haqida o'xshamagan tillarda tekshirib ko'rib baqsanglar va öğünüp baxsanglar bo'ldi. Shuning bilan bugungi Xitoy qilaydigan az qoldi nomli programmamning 23-qismi mishada oxirlashdi. Kelar qitimliq programmamda ko'rishguncha omon bo'linglar.